Assalomu alaykum hammaga. Mening podpischalarim, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Hozir men ayni damda Xo'jand shahridaman. Mashinamni ustaga olib keldim. Mashinam kecha buzilib qoldi. Marm zavadik bo'lmay qoldi. Xullas evakuator chaqirdik. Ustaga olib keldim. Hozir men Xo'jand shahrini biladiganlar, Abreshimni biladiganlar uchun sizlarga bilmaydiganlar uchun ham hozir Abreshimni, Xo'jand shahrini ozgina doim sizlarga ko'rsatmoqchiman. Mana bu yer Abreshim vokzal bo'lgan avval, hozir ham ishlaydi. Hozir tepadan tushib kelyapman, ikkinchi etajda u tomonda gazellar turadi. Mana bu yerda ko'chada taksilar turadi. O'zbekistonlik o'zbeklarim, mana Tojikistonimizda mana shunday joylar bor. Chiroyli joylarimiz bor. Hozir dunyoda chiroyli joylar juda ham ko'p. Hozir obed, bugun yakshanba, soat obedga 1:30 bo'ldi. Gazel ham, odamlar ham juda ham kam. Mana bu yerlarda yangi domlar qurilyapti. Hamma tomon bizda ham rivojlangan, hamma tomonda yangi domlar qurilyapti. Hozir men ayni damda Abreshimdaman. Mashinamni ustaga olib borib tashladim. Mashinani ustaga olib bordim. Usta aytdiki, kasali yengil bo'lsa bugun tuzatib beraman dedi. O'sha ustaga ham rahmat. Bugun yakshanba bo'lishiga qaramasdan telefon qilganda yetib keldi. Ko'ryapti mashinamni. Agar kasali qattiqroq bo'ladigan bo'lsa, tashlab ketishga majbur bo'laman. Xo'jayinim yo'q Rossiyada. Baribir bitta ayol kishiga qiyin bo'lar ekan. Bunaqa vaziyatga men avval tushmaganman. Nima qilish kerak, nima qo'yish kerak, bunaqa narsalarni bilmayman. Hali ham ko'chada yaxshi odamlar juda ham ko'p. Har bitta odam yordam beradi. Nima bo'ldi, nima kerak, nima yordam singlim deb hammasi yordam beradi. O'shalarga katta rahmat aytaman. Kecha magazinga bordim. Shu bilan chiqishimda zavadik bo'lmay qoldi. Kecha ham ancha odamlar yordamlashgan. Tuzatishga harakat qilib ko'rdi, bo'lmadi. Oxiri evakuator chaqirdik-da. Benga ustasini oldiga olib keldik. Hozir Abreshimdan shunaqa vokzaldaman. Endi sizlarga ikkinchi etajini ko'rsataman. Ko'cha juda ham issiq, havo issiq juda. Ikki davlat prezidentlari, janob oliy prezidentimiz umrlari uzoq bo'lsin. Mana bu vokzalimiz ikkinchi etaji. Bu yerda kichkina bozorcha bor. Tojikistonimiz nomlari. Mana bu yer kichkinagina bozorcha, hamma narsa bor. Kichkinagina, ixchamgina, lekin odamlarga kerakli hamma narsani topsa bo'ladi. Mana shunaqa narsalar. Hozir vokzalda kutib turibman, usta mashinani ko'rish kerak. Ko'ryapti, tuzaladigan bo'lsa haydab ketamiz, tuzalmaydigan bo'lsa ketamiz. Shunaqa gaplar. Sizlarga ozgina bo'lsa ham mana shu Xo'jand shahridagi Abreshimni ko'rsatdim. Shunaqa bahavo joylar bor, juda ham salqin. Mana bu joy ikkinchi etaj. Shuning uchun shu yerda hozircha dam olib o'tiribman. Hujjatlarimni ham olganman. Agar mashina tuzaladigan bo'lsa haydab ketish uchun. Bu videomdan maqsad shunaqa ayol kishilar
biron yo'lda qolib ketsa, problema bo'lsa, hech ham xavotir olmasa ham bo'lar ekan, chunki yo'lda juda ham yaxshi odamlar ko'p bo'ladi. Hamma bir-biriga yordam beradi. Lekin kechadan beri mashinani quritish uchun nechta bizni mard o'g'lonlarimiz nechtasi menga yordam berishga harakat qildi. Hammasi besplatniy, bepul yordam berib ketdi. Oxiri bo'lmadi kecha. Bugun shunaqa shaharga olib keldik. Biz tomonda bunaqa benzin ustasi yo'q. Tushunadiganlar yo'q bo'lgani uchun hujjat shaharga olib keldik. Endi ko'ramiz, duo qilib turinglar, mashinani olib ketsa. Shu bilan uyga olib borsam bo'laveradi. Hammaga yaxshi kayfiyat, hammasiga, oilasiga tinchlik, xotirjamlik, bebaxt, saodat tilaymiz. Issiqlarda charchamangizlar.